Subhanallah walhamdulillah la ilaha illalloh. Hamisha namozni o'z vaqtida o'qishga harakat qilaman. Namoz vaqtini intiqlik bilan kutaman va nazarimda namoz vaqti kirgandek bo'ladi. Lekin namozni boshlaganimdan so'ng azon eshitiladi. Shunday paytda nima qilishni bilmayman. Namozni buzib boshidan o'qish kerakmi yoki davom ettirsa ham bo'ladimi? Avvalo, uyingizga azon eshitiladigan bo'lsa, azon aytilayotgan masjidda namoz o'qishingiz kerak. Buni yaxshi bilish kerak. Jamoatga borib namoz o'qish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, hamma kishilarimiz, juda ko'pchilik odamlar namozni vaqti to'g'risida to'liq tushunchaga ega emaslar. Namozni vaqtini bugungi kundagi taqvimlardagi vaqtda bilishadi. Misol uchun taqvimda soat 1da peshin namozi bo'ladi deb qo'yilgan. Ana odamlar shuni soat 1dan oldin ham bo'lmasmish, keyin ham bo'lmaydi degan tushunchalari bor. Yo'q, undoq emas. Namozning vaqti farz bo'lganda, belgilanganda soat degan narsa yo'q edi. Jibril farishta alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga namozni ta'limlarini berib o'rgatganlarida 2 kun ketgan. Birinchi kuni 5 namozni ham dastlabki vaqtida o'qib ko'rsatganlar. Ikkinchi kuni 5 namozni ham oxirgi vaqtida o'qib ko'rsatganlar. Va keyin mana shu 5 vaqt namozni vaqti kechagi vaqt bilan bugungi vaqtning orasidadir deganlar. Ana endi ana shu ma'noda qaraydigan bo'lsak, misol uchun bitta namozni olaylik. Peshin namozi. Peshin namozining avvalgi vaqti quyosh qiyomdan oqqanidan so'ng. Qiyom deganimiz quyosh tikka kelib zenitda turganligini qiyom deyiladi. Ana shu quyosh eng tush vaqtini o'rtasiga kelib qiyomda turganda har bir narsaga qaralsa soyasi eng qisqargan payti bo'ladi. Ana endi o'sha quyosh qiyomdan oqqandan keyin haligi qisqargan soya uzayishni boshlaydi. Ana shu soyaning uzayishining boshlanishi peshinning vaqti kirganligidan dalolat beradi. Ana shu paytda peshin namozining vaqti kiradi. Endi peshin namozini davomi esa har bir narsaning soyasi o'sha qiyom vaqtidagi soyasini hisobga olmasdan o'zining qomatiga, bo'yiga 2 barobar cho'zilguncha davom etadi. Bu endi bir qancha vaqt bo'ladi. Ana bu narsani tushunish kerak. Ana shu tushunib olgandan keyin undan keyin nima bo'ladi? Boshqa narsalarni, namoz vaqtidagi tushunchalarni to'liq tushunishimiz zamon bo'ladi. Ana endi har bir narsaning soyasi o'ziga 2 barobar bo'lguncha peshin vaqti turdi. 2 barobar bo'lib undan bir oz o'tishi bilan asr vaqti kiradi. Ana endi asrning vaqti quyosh botguncha davom etadi. Shu tarzda har bir namozning vaqti ma'lum bir soatlarda davom etadi. Ana endi o'zi inson azon eshitilgan joyga borib namoz o'qish kerak edi-yu, mana bu savol egasiga o'xshab uyida o'qiydigan bo'lib qoldi. Uyida o'qiyotganda azon aytilib qoldi, nima qiladi? Ana azon qachon aytiladi, shuni bilish kerak. Azon agar o'sha qiyomdan ozgina quyosh og'ishi bilan aytiladigan bo'lsa, odatda albatta u odam noto'g'ri paytda namoz o'qiyotgan bo'ladi, namozini qayta o'qish kerak. Agar azon ana shu qiyomdan quyosh oqqanidan bir 10 daqiqa, 15 daqiqa, 20 daqiqa keyin aytiladigan bo'lsa, unda namozini qayta o'qishining keragi yo'q, chunki vaqtida o'qiyotgan namoz bo'ladi. Mana shu haqiqatni yaxshi bilishimiz